16 bahorni qarshilaganda o'shanda yuziga tushardi ikki qora zulfi yarashib, chiroyli kulishidan qalbda hayajon oshardi, o'ziga yarashardi tikilib qarashi, gap so'zi ma'noli va odob bilan gapirardi. Bir kunda necha bora gaplashsakda salom berib, ayb menda bo'lganda ham kechirimni u so'rardi. Men uning jilmayishidan jahlimdan tushardim erib. Rashkim kuchli edi, ba'zan urishardim qattiq. U ham oldingi qizlarim eslab so'roqqa tutardi. Undan o'zga qizlar endi qiziq emas edi ortiq. Ba'zida qo'ng'irog'im tunda uxlamay kutardi. Arazi yarashardi, yuzini olib qochgan edi, mehribon edi juda. Issiq kiyinding deb doim orzu qilardim. Bir kun kelib ertalab ko'z ochganimda halolim bo'lib uyg'otsin ertalab turing deb qo'yib. O meni bir donam edi sarvi qomat tofati jonim, yuragimga oromim edi labi shakarim lablari balim. O meni bir donam edi sarvi qomat tofati jonim, yuragimga oromim edi labi shakarim lablari balim. Yo'q, u aslida unchalik chiroyli emas ekan, u ham hamma qizlar kabi oddiy bir qiz.